Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Bugun plan tuzish va planliq yashashning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Olimlarning qarashicha, planliq yashagan hayot haqiqatan barakatli hayot. Mo'l husulli hayot bo'ldi ekan. Plansiz yashangan hayot sunun üstüdeki ölüp belikке o'xshash bir hayatkin. Her qandaq narsa ikki qatim yaratıldı deydi alimlar. Biri fikirde yaratıldı, biri amalda yaratıldı. Avval şunun fikri buludu, onunki planı kuruludu, onunki işlenidi, şunun bilan vujudga chiqadamdi. Yaqında bu Harvard Üniversitesi'de üniversitenin en ahirki yillıqı o'quvchilarninki o'qish bitirish murosimidan keyin ularni bir toplaydi ekan maktab idorasi. Toplab har birining qo'liga bir varaqdan qog'ozni berib va bidin qalamni berib, sizlar hozirdan boshlab 10 yilgacha nima ish qilganligingni va 10 yildan keyin har biringlarning qandaq natijaga erishganliginglarni shuni yozinglar. An astığa telefon numaralarını ve turduğu yerlerin adreslerini yazınlar. Kim izleyimiz dep koyduğun şunu olan 10 yılgacha ulanı hiç kim izlemeydiken 10 yıl toşqanlıken bir-birlep ulanı izdiği tutken. Ulanı ki qağızga qarasam da toşqazgan qağızga qarasa 90% kişi belki umumi gayni sözlep diken. Ya ki alim bulumen, ya ki bay bulumen, ya ki meşhur bulumen. Bunun tefsilatını demekti. 10% kişi tefsilatını sözlep diken. Mesela bay bulumen digenleri 10 yılın içinde mançı milyon dolarga egi bulumen dep. Alim bulumen digeni palanı pende mutaxassis bulup mançilek hizmet yardımen dep. Meşhur olaman degene palani şirketga müdür olaman yoki palani parlamentga a'zo olaman deganga o'xshash ayda tafsilotli yozib ekan. Shundan keyin uningki hammasining ma'lumotini yig'ib, hammasini ko'rishib 10 yilning ichida hammasining topgan pulning sonini aşağıda degizib, sonini hisoblabdi. Hisoblagandan keyin aşı planı iniq bo'lgan, tafsili plan tuzgan 10% kishininki puli umumi toplangan pulning 94%ni tashkil qildi. Qolgan 90% haliqi bunda tafsili plan tuzmay umumi plan tuzgan, ya'ni g'oyani so'zlagan kishilarniki aran 4%ni tashkil qildi. Shuningdek u shunda yakun chiqaribdiki, her qandaq narsani tafsiloti bilan iniq shuna plan tuzganda uning natijasi zo'r bo'ldi ekan deb. Endi biz islom tarixiga qaraydigan bo'lsaqmanda, islomning dastlabki vaqtlarida Qurayshlik 4 yigit Kabe'ning oldida o'tirib plan tuzishdi. Hammalar o'zlarininki keyin cho'ng'iga nim bo'lganligini aytinglarmishada deyishgan. Shuni o'tirib Mus'ab ibn Umayr men vali bo'lsam, bir vali bo'lsam deyotgan. Abdullah ibn Zubayr men shu arablarni boshqursam deyotgan. Abdülmelik ibn Mervan ben dunyoga mashhur bo'lsam deyotgan. Urva ibn Zubayr sizlarning hammanglar bu dunyolikning dedinglar, men bu jannatni qazansam, jannatning eng oliy maqomini qazansam deydi ekan. Shuningdek bularninki endi tarixini izlaganda Mus'ab ibn Zubayr amaliyotda Iroqqa vali bo'ldi ekan. Abdullah ibn Zubayr mo Iroqda xalifa bo'ldi ekan. Abdülmelik ibn Mervan Emeviylarniki dunyoga eng tunilgan, o'z vaqtida
Şu 3 qit'ada mashhur bo'lgan mashhur xalifalardan bo'ldi ekan. Urva ibn Zubayr islom tarixidagi eng taqvodor, eng olim kishi bo'lib tarixga qayd qilindi ekan. Ya'ni bu dunyolikdan yo'q, faqat oxiratlik uchun eng taqvodor, eng olim kishi bo'lib tarixga qayd qilindi ekan. Endi arzu, arman shu planga o'zgargan vaqtida plan ishqa, ya emgakka o'zgargan vaqtida u ish chuqur amalga oshadi ekan. Masalan, Salman ibn Farsi'ninki naytı muhim bir qissasi var mesela. Salman ibn Farsi radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi. Bu kişi İran'da şu but yasaydıgan bir adamның ve Budda dinindeki çoğun bir əməldar adamınki balası ekan. Duhqan deydigan andaq adamni şu Budda dinindeki çoğun əməldarlarını. Şunun balası ekan bu. Bu kichikdan tortib ben haqiqatni izlasam deydigan. Masalan, qavmininki xurofotlarga bunday qarab, haqiqatni topsam deb ayda bir arzu qildi ekan. Bir kuni safarga ketib berib, bir xristianlarninki chirkov uchrab qoldi ekan. Chirkovdan chiqqan bunday nima ovoz ashuni ko'rib, kirib ularning injilni o'qiyotganligini ko'rib, keyin shunga ko'ngli yumshab qolib, shu chirkovga chiqib boradigan bo'lib qolganda, dadasi buni bilib qolib, bizningki shu buddist dindan boshqa dinga egib ketmasin deb uni qat'iy chirkovga bog'lab qo'ymayotgan. Hatto keyin buni nazarband qilib qo'ygan. Shaharning sirtiga chiqib qo'ymayotgan qilib qo'yganda, boshqa bir yer bo'lmayotgan, faqat shu butning qishqa berib, shunga salom berib, kelib qilgan ishlarni nim qildi ekan. Onun nurg'un xizmatchilari bor, shunday cho'ng adam ekan u. Bir kuni bu Salman ibn Farsi xristianlarniki shu chirkovni ko'rib, chirkovni keyin ancha yoqmaydi ekan uningga. Bu haqiqat emas ekan deb. Buningdan shu Sham tarafga, endi ko'p payg'ambarlar o'tgan yerda aytgan, Sham tarafliga o'tsam deb o'zininki dadasining xizmatchilariga karvonlar o'tgan chog'da menga bir xabar qilib qo'ysanglar, ashlarni bilan kessam deb aytgan. Ma'qul deb uni xabar qilib o'tgan, shuni u Shamga borganda bu karvonlar bilan berib, o'sha eng katta olim kim desa bir rohibni ko'rsatib o'tgan. Dunyodagi eng yaxshi odam, eng katta olim deb. Ashuningki xizmatchi bo'lay, sizning xizmatingizni qilay deb, shu haqiqatni izlash maqsadi bilan ashunga xizmatchi bo'lay deb shu qishga berib xizmat qilgan bir qancha yil. Xizmat qilib qarasa, uningki saxtiliqini bilotganda, bu kishilardan ayda pul, oltinni, uni buni yig'ib, shu bir yerga ko'madi ekan bu. Bir kimga bermayotgan yiqqan narsa, chirkovning nomida yig'idi ekan, shu ashar ko'madi ekan. Nurg'un nashayan ishlarni qiladi ekan. Hamda xizmatchisi bo'lgandan keyin ko'rdi ekanda uni. Ayda ishlarni qilgan, shuning ko'ngilda bu odam durust emas ekan, bu dinmi durust emas o'xshaydi deydigan. Shu orliqda u shu katta odam degan adami o'ldi ekan. O'lgandan keyin kishilarga bu sizlar o'ylagandek bunda taqvo odam emas bu. Paloniyaga oltin ko'matdi, bunday yomon ishlarni qiladi desa, sen nima deyapsan? Bizningki olimimiz ne desa, ko'ranglarimiz ishonmasang deb ashani echib, ko'mab qo'ygan oltin kumushlarni topadi ekan. Topgandan keyin u odamning achchig'i kelib, uning ko'mab qo'ygan o'ligini tashlab ketgan shunda achchiqlab. Undan keyin Salman Farsi endi Allohga bak ibodat qilgan eng yaxshi odam kim deb kishilardan so'rasa, falon rohib deb ish ko'rsatib qo'ygan. Uning qishqa borgan, uning qishda uning xizmatini qildi ekan. Qarasa u shunda saxtikor, ammo shunda chiqdi ekan. Uningdan keyin buningdan yaxshi kim bor deb falon deb ko'rsatib qo'ygan. Ayda qilib bir qancha yil shu uning xizmatini qilib, buning xizmatini qilib, hech qasining ko'ngli bir aram topmay ayda turdi ekan hamda. Shu chog'da eng oxirgisi xizmatni qilgan rohib o'lgil qo'yib ketgan. O'lashning oldida u bunday bir vasiyat qilgan bunaqa. Mendan keyin ham desan
tugidi endi yaxshi odamlar tugidi ham o'sha eng mashhur eng obdan degan odamlar yo'q endi bizning xristianlikda. Endi o'sha ikki qaratog'ining orasidagi va xo'miliq bir shahardan oxir zamon payg'ambar chiqadi. Shu payg'ambar chiqib qolsa, shuning qishqa borsang sen haqiqatni topsan deyotganda uningga. Ha ma'qul deb shuning bilan u yani nalikni uqmaydi endi. Ya Madina paloni demaydi endi. Shu orliqda izlab yurib, shuniki shu Madina ekanligini bilib, Madina tarafga boradigan karvonlarga qo'shilaman deb shu qo'shilib mangsa, ular buni qulluqqa evatgan. Qulluqqa elib Makkada setayotgan uni. Makkada setayotgandagi u Makkadagi u xo'jayin uni Madinalik beshga setayotgan. Madinalik beshga setayotgandagi shu Madinaga berib, shu xo'jayinning qishda bu ishlayotgan. İşlab Madina ahlidan so'raydi, "Menda bir payg'ambar kelmoqchi ekan, menda kelmidimi?" Yaqinda bir payg'ambar kelmidi degan. Lekin Yahudilar biladi endi keldiganlikni, Tavratning bishoratlaridan. O payg'ambar kelmidi texe deyotgan. Ya'ni kutdi ekan bu. Kutib bir kunlarda kishilarninki ayndaq payg'ambarning qishqa bordiq, Madinaga bordiq deb ayndaq vaz nasihat anglab keldik, diyorlarni anglab xo'jayinning qishda u nadika o payg'ambar deb so'sa, o xo'jayin sen o'zingni ishni qil deb tayoq tasakdan beni urib, sen nima ish qilasan, bir qo'l unda ishlarga aralashma deb ayndaq nima qildi ekan. Shundan keyin bu bir g'ayrat qilib bir kuni xo'jayinning qishni qechib, bunda xorma binasini olib Rasulullohni ziyorat qilg'ili keldi. Uzun bir qissa endi undan keyin shu burunqi rohiblardan anglagan bishoratlarni Rasulullohda kurash uchun ba'zi sinoqlarni elib bordi. Muhim bo'lgan hamda Salman Farsi ana cho'ng bir diniy rahbarning ham cho'ng bir boyning bolasi hamda nurg'un xizmatchilari bor. Lekin bir haqiqatni tepish uchun, haqni topsam bo'ladi deb o'zini xor qilib xizmatchi bo'lib shularga shu qul ulab qulluq qilib eng oxiri haqiqatni topadi bu. Demak hamda biz haqiqatni tepish yo'lda, haqiqat yo'lda o'zimizni xor qilsak bo'ladi. Lekin bu dunyo uchun, boshqa maqsad uchun o'zimizni xor qilsak bo'lmaydi hamda. Mu'minlar kofirlarning oldida tik turadigan, mu'min qarindoshlarning oldida kamtar bo'ladigan aynan sifat bo'lish kerak hamda. Şuna Salman Farsining bu qissasida mushu haqiqatga yetishni maqsad qilib planlab, mushu planni oxirgi amalga oshirish uchun o'zini xor qiladi, jafo tortadi, qulluq qiladi, och qoladi, ajnaqi eng oxiri haqiqatga yetadi. Demak hamda bir insonda mushundoq bir orzu armon bo'lsa, ya'ni orzu armon mahkam bo'lib, shuning bilan ish ani amalga oshiradigan ish billa bo'lsa, cho'qim amalga oshadi ekan. Endi Umar ibn Abdulaziz deb Amaviylarningki 7-xalifasi, Amaviylar davlatininki xalifaligining 7-xalifasi Umar ibn Abdulaziz degan bir zot o'tgan hamda bu kishininki martabasining yuqorligidan ulamolar buni 4 xalifaga qo'shib 5-xalifa deb Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhularning qatoridan ashno 5-si Umar ibn Abdulaziz deb sanaydi. Shunchalik yaxshi bir xalifa bo'lgan. Bu kishining bir mashhur so'zi bor. Mening orzularim faqat tugamaydi. Mening nafsim, ko'nglim shunda bir cho'ng-cho'ng orzularni kichigimdan tortib nima qiladi? Hammasiga plan tuzatdim deydi. Birinchi planim tağamның qizi Fatimani elish plan bo'ldi deydi. Bu hamda o'zimi Umar ibn Abdulaziz shu xalifaning o'g'li, tag'ismi dadasidan keyin xalifa bo'lag'liq, shu xalifa oilasidan hamda tag'isining qizi Fatima Qur'onni yodlagan, shoir, noyat chiroyli, taqvodor shundoq bir qizgan hamda. Fatimani elishni men planladim, eng oxiri uni oldim. Keyin amir bo'lishni orzu qildim,
ve şu yolda tirishdim, Medinaga emir bo'ldim. Keyin xalifa bo'lishni arzu qildim va planladim, xalifa bo'ldim. Xalifa bo'lgandan keyin endi jannatni arzu qildim. Shuning bilan mushu xalifalikni o'zimningki jannat uchun xizmat qildim, ya'ni bizning jannat uchun xizmat qildim mushu xalifalikda. Deydi endi. Demak, u bu dunyoni ko'zlamay, faqat Allohning roziligini ko'zlab, jannatni ko'zlab, shu maqsad bilan xalifa bo'lganlik uchun ozgina 2 yillik xalifalik davrida dunyoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidan keyin ko'rilmagan darajada adolat, qanoatchilik, paravallik shunday bir jamiyatni barpo qilgan hamda. Hatto Umar ibn Abdulazizning davrida zakatni birdan pekir topolmay qolgan deyotgan rivoyatlar bor. Shunchalik adolat, shunchalik to'qliq. Chunki dunyodagi boylikni bir qism odamlar bunda besib yetib olmasa, hamma odamga yetadi masalan. Hamma odam agar shu zakatini joyida biritgan bo'lsa, normalda faqir qolmaydi ekan hamda. Shunday bir zamonni o'tkazgan. Demak, Umar ibn Abdulaziz mu shuni planlagan, shu planga loyiq qadam basqan, arzu armoniga yetgan. Bunda qislar nati bakchiq tariximizcha. Shunga bizda hayotimizda qisqa muddatlik, uzun muddatlik deganga o'xshash bunda planlar bo'lish kerak. Shu plan bo'yicha maqsad chuqur g'alaba qila olamiz endi. Alloh taolo hammalarni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Hammalarning arzu armoniga yetkazsin. Amin.